Biz Italiyadan Avstriya tomonga deyarli o'tib bo'ldik. Mana shu tog'lar narog'i o'sha Avstriya bo'lish kerak. Bu yerda odamlarning uylari, atrofi o'sha Italiya emas, ko'proq o'sha Avstriyaga o'xshash bo'lib, mana men yigitam yo italyanist yo avstriyец. Thank you. Shunaqa. O'tiribmiz. Endi safarimiz davomi Avstriya, Belgiya, Fransiya, balkim Germaniya ham bo'lib qolishi mumkin. Balkim. Mana ko'rishingiz mumkin. Ajoyib joylar. Mana YouTube ahli sizlar uchun mana manzarani derskisi, Ibrohim aytgandek jinnisi. Yaxshivoy. O'zbekiston. Mana yigitlar tanishlar mana. Bilmam, Kanadaga ham o'xshir balkim Amerikaning ba'zi shtatlariga ham o'xshir. Mana daraxtlar. Katta daraxt. Mana rasmga tushadigan joy o'chirit takoy. Yemgil o'chirit. Mana bu yerda смотровой bor ekan. Endi pastgacha tushishga ruxsat berishadimi yo'qmi o'shani bilish kerak. Ham yurimiz ana adyollar. Ovoli. Havo salqin. Havo salqin. Okay, gracias. Where from? Portugal. Adelante. Oh, Uzbekistan, Portugal in World Cup, you know? One group. Yes. In World Cup football. Now, asal böyle var ya. Balu bormi bu yerda? Ana. Yurdik, tog'a tepaga chiqdik. Tog'a chiqdikda, keyin mamlaqatda yursak mamlaqa joylar. Yana ozgina yursak bunaqa joylar. Keyin yana ozgina yursak yana mana bo'lib ketgan bo'lib ketdi. Shunaqa joylarda yurimiz, odamlarning kichkina bo'lib qolar ekan bu yerda. Kala mashina ham zo'ra chiqib oldi. Mana yo'lga bor ekan maxsus. Shunaqa joylardamiz. Chiqsin. Mana tog'larni qaranglar. Hammaga Schengen bo'lsa bo'ldi. Kichkinaroq bir Matizda bo'lsa ham kelib ketsa bo'ladi. Spark avtomat yo oddiy mexanicheskiy farqi shu. Mashina bo'lsa bo'ldi. Propan, eng zo'ri propan ekan. Propan zapravkalar ko'p ekan Yevropada. Zapaskani o'rniga bitta, keyin bitta silindr qo'yib, ikkita bakka 1,5 ming kilometr ketadigan propanni qo'yib aylanib chiqsa bo'ladi. Avstriyaga yetib keldik. Bu yerda mana zapravkalarda Germaniyaning mashinalari ko'p. Avstriya bular chegaradosh bo'lgan lekin mana bunaqa mashinalari bor. Uy, ichi uy, bir xona uy. Mamlaqatlarni ham ko'rdik. Bir xonali uy bilan ham. Ana bu yerda suv, kuv, laboy tozalab olish, mana shunaqa narsalar bor bo'ladi zapravkalarda. Demak, Avstriyadan surra-sur qilib Germaniyagacha yetib keldik. Hozir biz Stuttgartdamiz. Stuttgartda shu gostinitsadan joy yetirganmiz. Bu yerda kechki payt resepsiyon yo'q. Mana bunaqa bankomatdan check-in qilib, to'lovlar qilib, keyin parol berar ekan, keyin eshikka kirib, aniq qilinar ekan. Hammaliga bagaj chuqurlash bilan band. Topildimi xotlanch? Ujin dardidamiz, ujin. Biz ertalabdan Mercedes muzeyiga yetib keldik, Stuttgartdagi. Gostinitsada qoldik bugun bu yerda. Choylarni ichib, rejaga shundoq urg'u bersak, reja bo'yicha ozgina vaqtimiz bor. Kim qayerga boradi deb reja qildik. Biz Porsche tanlagandik, muzey, Porsche muzeyini. Qolganlar Mercedes muzeyini tanlashgandi. Keyin Porsche Mercedes muzeyi ishlamaydi.
Lekin shunda ham Mercedes muzeyi binosi yaqinroqligini hisobiga borib ko'rishga ahd qilindi. Keldik, mana kelishimizga Vianoni yangi kuzovi mana. Yangi kuzovi turibdi. Mana ham yigitlar prosta yotib dam olsa bo'lar ekan. Bo'sh payt. Ana legendarniy Mercedeslar. Bu yoqda Yevropada bo'lib ham Germaniyada mana shunaqa ikkita eshikli kabriolet, roadster, coupe mana shu narsalarni yaxshi ko'rishadi. Juda ko'p kabrioletlar. Mana Fiton yengisi. Bu konseptligida ko'ringanda prosta skaska. Qaranglar. Bu kosmolyotda bu. Bu koinotga uchadigan. Koinotga uchadigan. Wow. Qaranglar. Hozir olib ketilyapti nimaga? Shongiga yaqinda Xitoyda ko'rgan. Biz muzeyga keldik. Boya aytganimdek muzey yopiq, Porsche muzeyi yopiq. Faqat avtosalon ochiq ekan. Kirdik, mashinalarni ko'rdik. Mashinalar chiroyli. Bizga ham nasib qilsin. Lekin Kia baribir Kia. Bu yerda mana universallar ko'p ekan. Endi bizga universal bo'lmaydi. Bizga kenglik kerak, endi yotib ketadigan, iloji bo'lsa uzoq safarga. Bularda bab qiynaladi odam. Mana turishni qaranglar. Nimasi kam Mercedesdan? Nimasi kam? Mana hech qisi yo'q. Stuttgart, Germaniya. Luksemburgga yetib keldik. Mana namunaviy mahallalaridan biridamiz. Bu yerdan asosiy yo'l. Mana kichkina mashinalar bu yerda yo'l egasi. Kattalar mashinalarda qiynalasizlar. Mana biznes qo'l mana shunaqa mashinalarda. Xitoy mashina juda kam. Mana shu Volkswagen, BMW, Mercedes, Land Rover, mana shu. Bundan ko'p emas, kam emas. Mana Opel qaranglar kichkinaligini. Renault mana kichkina. Va mashina kichkinaligini qaranglar. Kelinglar, ko'ringlar mana shu mashinani. Erinmaylik iltimos. Bu mashinami o'zi bu? Voy, nima bu? Nima bu? Ana, yigitlar ustaxona ochib olgan. Belgiyadamiz. Belgiyada Otabekning o'rtoqlari bizani kutib oldilar. Paketlarda osh, suv, Carrefour stansiyasidamiz. De Brugge degan joygacha taxminan 140 kilometr qolgan. Hozir shu yerdan bitta bossak, bir xudo xolasa 1,5 soat, 2 soatda yetib olishimiz kerak. Lekin oshni odam sog'ingan, ochig'ini aytaman. Fransiyada, Parijda bizani Farhod aka kutyaptilar. Aytdilarki, Farhod aka aytdilarki, qo'y go'shti olib, sho'rvani derskasini tashab qo'ydim dedilar. Parijda ham odam sog'inib ketyapti. Endi ko'proq Parijmi, ko'proq sho'rvanimi? Parijdanmi sog'inib ketyapmiz. Yomon sog'indik lekin. Voy, siz necha marta boruvdingiz? 5 marta borganman. Sezilib turibdi o'zi. Kaliziyaga ham borganman. Yo'q, kirganman, ko'rganman deb gapir. Qayerda desa keyin aytasan, kliplarda, kinolarda deysan. Belgiya, Brugge'damiz. Mana Severное море degan joydamiz. Mashinalarimiz o'sha ertalabdan stansiyadan mashinalar tarqab ketdi ish-ishiga. Bu ID3 Volkswagen zaryadkada turibdi. Bakovoyga nima bo'lgan buni? Remont chinnisi bo'pti-da, karbon qilganmi? Mana shu gostinitsada qolganmiz. Kabel qolib ketibdi bizda. Ishchi. Уборщик. Chekka joydamiz. Mana shu tarafga qarab bir 3 kilometr yursak dengiz. Mana. Qaranglar.
Biz esa hozir mashinalarni topshiramiz. Bagaj rigolik qilishimiz kerak. Sortirovka yig'adigan yig'ib, shu bagajni maksimalni mashinani bo'shatib berish kerak ekan kemaga. Lekin kemani o'sha qabul qilib olishar ekan. Sekin o'zlari yuklab, taxlab New Yorkka yuklab borishadi. Mana eski daraxtlarni kesib tashlashibdi. Tegini nima olib qolishgan bilmayman, lekin bu yana o'sib chiqsa kerak mana bunaqa. Tegi baquvvat bo'lib turadi, tepasiga yengilar o'sib chiqaveradi shoxlari. Mana yosh daraxtlar nima bu endi? Shunaqa joylar. Brugge, Belgiya. Ham binoni qaranglar. Biz Bruggeni portiga keldik. Bu yerda shu asosan mashinalar yuklanar ekan. Mana mashinalar ko'rsanglar bo'ladi. Mana yana mashinalar ko'rsanglar bo'ladi. Bu yoqda yana mashinalar. Bu yerda Amerikadan Yevropaga, Yevropadan Amerikaga mashina jo'natadigan port ekan. U yerda kemalar turibdi. Mana katta yuk kemalar. Shu kemalar orqali jo'natiladi bilishimizcha. Bizning birinchi mashinamiz, bizning ikkinchi mashinamiz. Hozir xat hujjat rasmiylashtirgani kirib ketishgan. Ko'ramiz qanchada chiqishadi. Mana o'sha gap Yevropada mana shunaqa ikkita eshikli kabriolet universal mashinalarni yaxshi ko'rishadi. Mana bunaqa. Mana ko'rsanglar bo'ladi. Mana hammasi tok ishlab chiqaradi. Mana shu bittasi kamida shu 2-3 ta uyga yetadigan tok ishlab chiqarar ekan. Kutib qolinglar. Videolar davomida yana ko'proq ma'lumot berishga harakat qilamiz. Men ofisga yaqinroq joylarda elektr mashinalarga istayanki ekan. O'sha ofisdan uzoqroq joyda oddiy mashinalarga. Shunaqa qilib odamlarni elektr olishga bir qandaydir harakat. Zo'r, ob-havo yaxshi. Bu paytlarni Garshoka kaka qilgandan keyin o'yindan olishgan, to'g'rimi? Bilmadim endi, qani? Paytlar Buyuk Britaniyada ham. Shunaqa bo'lganda mana qadimiy Belgiya, qadimiy Bryussel. Yo, biz Bryusseldamiz, biz Bruggedamiz, Brugge. Mana Belgiyaning bayrog'i aylanib o'ralishib qoldi. Xolalar qochinglar. Mayda mustaqillik maydoniga o'xshagan joy bor ekan, maydon. Yo'g'i? Ko'rdim. Katta Ukrainani bayrog'i qo'yib qo'yishibdi o'rtaga. 10 yurar ekanmiz. Venetsiyadan ko'rdik aka. O'rdinglar mana. Venetsiyada ham bor edi bu do'koni, to'ppa to'g'ri. Brend paxot qiladi o'rtaga. Brugge ko'chalari. Endi bu Brugge shahari qadimiy qismi. Zamonaviy qismida mana turk restoran, kafecha bor ekan mana. Lagastacha bu joyda. Lagastacha. Parijga ketamiz, nima qilasan ketsan? Biz kelamiz işte. Bo'tkam yana. Ha, kechroq qaytamiz. Aynan işte. Uni topamiz, bemalol. Tashab qo'ydim. Tiro. Mana chokolad mashta oldinglarmi? Yo'q, vachi ko'p ekan. Belgiyskiy shokolad, знаменитый. Belgiyskiy shokolad. O'zimizda jo'talarda sotadi. Bu Siviyada ko'prikcha mana. Vau! Belgiya, Brugge ko'chalari. Suvni o'tamiz. Ketdik. Hali yana ko'p aylanamiz, xudo xolasa. Hali Parijga ham boramiz. Oshimiz, sho'rva ichamiz. Sho'rva Farhod akaning kafesida. Mashinani topshirdik. Brugge. Bruggedamiz. Bu mashinani topshira olmadik. Buni xat hujjati joy-joyiga tushmadi. Bagajlarni perikitka qilib, sortirovka qilib, musor yig'dik, baklashka, butilka, karton, salapan yig'ib portdagi musorga tashlaymiz desa, yo'q, musorini o'zing bilan olib ketasan deb ketkizib yubordi musorni. Mumkin emas ekan, daraxt qaranglar nima qilib qo'yibdi. Jemper to'qib qo'yibdi daraxtga, jemper. Ana
Abed. Xuddi graffitiga o'xshaydigan narsa. Ha. Shaharni anaqasini ko'tarar ekan, narsani privet, Ha, kayfiyat. дружелюбный. Kalapalarni chakishadi. Ovqat yo'qmi ekan? Bor. Bormi ekan? Odam qaramadi. Ha. Ichkari. Ehtiyot bu. Ana endi yur. Bilmadim, o'zida edi menimcha. Qulab yuboraylik bu mashinani. Ana, tarvuz. Tarvuz yemaymizmi? O, zaytunlar bor ekan. Shunaqa qilib gid yurimiz. Kutkadan kiyib oldik. Havo zax bor, shamol bor. Ich-ichgacha o'tib ketyapti. Shunaqa gaplar. Endi bilmadik bu mashina qoladi yo Elbek kelamiz orqaga haydab ketamiz yo tashlab ketamiz. Keyin ular kelayotganda qaytib olib ketamiz. Voy, Raptor Ford F150. Shunaqa gaplar hozircha. Qani borib abed qilaylik. Abed qilaylikda keyin qolganini o'ylaymiz. Parijga ketishimiz kerak. Parij 300 kilometr ekan bu yerdan. Taxminan 2,5 soatga yetib boramiz xudo xolasa. Parijda time bo'ladi nima qilishlar. Ana. Bu maydon ekan-da. Ibo kirib chiqasanmi bu yoqqa? Ha, deydi. Abdurahmon aka asr bo'ldi deydi. Bitta mashina olaylik, anaqani Belgiyaga keldikda olaylik, qo'yib yuboramiz muzika bilan. Biz Belgiyaga keldik. Belgiyaga Bel voqqa keldi. Hozir chiqmayapti. Balkim olib tashashgandir, suv chiqadi. odam ko'pchilik bo'lsa. Ay yo'q. Shkaland ko'p-ku shkaland. Sardor aldaysan-ku. Mana qilsach qara. Belgiyani aylanib, mana endi Vitoga joylashdik. Karnival yoshlarga topshirdik. Biz bunda ketamiz. Aka Germaniyadan keldilar. Dizel Vito. Aytavering, boricha aytavering. Bor, men aytib beraman. O'zi aytib beradi. Aka, men soldi ketgan ishing yo'q.